Akalar, zamondan orqadaman-da, to'g'risini aytaman. Davlat poliklinikalari bor-ku, shunga kelib o'chirtda turib 1 soat o'chirtim kelgandan keyin shuna keldim, tanishim, aka, nechinchi asrda yashayapsiz? Nima bo'lyapti? Nima? Uyingizdan turib o'chirib olsangiz bo'ladi. Info kioskalar o'rnatilgan butun poliklinikalarga O'zbekiston bo'yicha mana Dimet degan prilojeniyani o'rnatar ekansiz. Uyda o'tirib pasport daninglaringizni kiritganingizdan keyin bo'ldi. Mana buni qarab tur, bitta qarab berasiz. Pishtimati nechinchi o'zi navbatingiz keldi. Mana navbatim keldi, mana vaqt bo'yicha keldim. Agar qiziq bo'lsa, keling, mana shu Dimet programmasini o'rnatib olinglar yoki pasportlaringizni lubi o'zlaringiz mahalliy klinikalarga kirsalaringiz, odam qizlar registratsiya qilib beradi. Oldin poliklinika doktorlarga borsalaringiz, oyog'ida dori yozib berardi. Tushunmaysiz. Zahar yozib bersam, borib olib, ichib, tirikchilik qilib, tanish aptekaga yozishardi. Hamma soqa qilish bilan o'raydi. Eslaringizda. Endi shuni ham oldi olingan o'rtoqlar poliklinikaga kelsa, masalan, dori yozib beradi, sizlarga QR kod beradi. Mana bunaqa ko'rinish bo'ladi. Hozir poliklinikaga keldim, mana doktor yozib berdi. Mana QR kod, mana dorilarim ro'yxati, necha mahal qayerda ichiladi. Buni sizni kichkina farzandingiz ham o'qiy oladi. Ana oldingani qo'ltiqda yozishlar yo'q aniq. Mana uni shunday lubu aptekaga olib borasiz, bo'ldi. Uning uchun siz Dimetni o'rnatib olgan bo'lishingiz kerak. Kelasiz, mana sizda dalil hamma narsa, ham plyus tejalari, ham vaqtingiz tejalari, ham o'zingizga uверен ishonchli bo'lasiz. Qanaqadir muammo bo'lsa ham, mana qo'lingizda dalil. Foydalanish kerak, o'rtoqlar. O'tish kerak, endi bo'ldi, ana borib olib o'chibdi, ko'p apteka mana nima yozibdilar, yo'qotdi deb mana o'zimdan hijolat bo'lib ketdim bu yangiliklarda ishda.